Arab tilida mashhur qoidalardan biri mad qoidasi, ya'ni cho'zib o'qish qoidasi hisoblanadi. Arab tilida mad qoidasini o'ziga xos 3 ta harfi bor. Bulardan birinchisi alif va ikkinchisi vov va uchinchisi ya. Alif, vov, ya bular agar o'zlaridan avval o'zlariga mos shaklda, ya'ni alifdan avval agar fatha kelsa, vovdan avval zamma keladigan bo'lsa va yadan avval kasra keladigan bo'lsa va alif, vov, ya harflarimizda hech qanday belgi kelmaydigan bo'lsa, ana shu harakatlar, ya'ni fatha, domma yoki zamma yoki kasra harakatlari cho'zib, ya'ni i, u yoki a yoki bo'lmasam o shaklida cho'zib o'qilinadi. Masalan, ro harfimizni ustida fatha belgisi kelsa va undan keyin alif keladigan bo'lsa, ro shaklida o'qiladi. Avval jim harfi kelsa va uni ustida fatha belgisi keladigan bo'lsa va undan keyin alif kelsa, ja shaklida cho'zamiz. Agar qof harfimizda zamma belgisi kelsa va undan keyin vov keladigan bo'lsa, qu shaklida o'qiladi va agar masalan dal harfimizda kasra belgisi keladigan bo'lsa va undan keyin ya keladigan bo'lsa va unda hech qanday belgisi bo'lmaydigan bo'lsa, di shaklida cho'zib o'qilinadi. Va endi ikki harakat cho'zishlik qanday bo'ladi degan savol bor. Ikki harakat cho'zishlik o'zimiz gapirib turgan holatda 1-2 ni qandoq sanaymiz, ana o'sha shaklda bo'ladi. Masalan, tez gapirayotgan inson tezroq gapiradi va 1-2 deydi. Sekinroq gapirayotgan, o'rtacha holatda gapirayotgan inson bo'lsa 1-2 deydi. Va sekinroq gapirayotgan inson bo'ladigan bo'lsa 1-2 deydi. Ana shu shaklda madlar o'zgaradi. Ya'ni bizni o'qish tezligimizga qarab turib madlar turlanadi. Ya'ni ikki harakat doim ham bir xil bo'lavermaydi. Balki bizni o'qish tezligimiz qandoq bo'ladigan bo'lsa, ana shunga mos ravishda 1-2 bo'ladi. Masalan, tezroq o'qilayotgan bo'lsa na va agar o'rtacha holatda bo'lsa na, agar sekinroq bo'ladigan bo'lsa na. Mana shu shakl ikki harakat, ya'ni 1-2 1-2 na shaklida talaffuz qilinadi.